Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan 6-avgust sanasida yana bir bor kanalimizda diydor ko'rishib turgandan juda ham baxtiyorman. Qadr baland qadrdonlarim, sizlar uchun bugun bir ajoyib video taqlab qo'ydim. Albatta oxirigacha ko'rib borsangiz, aynan siz qidirayotgan texnika bizning kanalimizda chiqadi ushbu videoda, men ishonaman. Agarda kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Ha do'stlar, shu yerda yana aytib o'tib ketaman, kimgadir reklama xizmatlari kerak bo'lsa, sizning ham texnikangiz bor. Reklama qildirmoqchisiz, qayerga murojaat qilishni bilmayapsizmi? Albatta bizning Telegram manzillarimiz bor. 99 kod bilan 766 70 57 yuqorida ko'rsatib qo'ygan reklama xizmatlari uchun degan faqat Telegramdan yozsangiz 24/7 xizmatingizdamiz. Albatta reklama xizmatlari hozirda bizda pullik. Murojaat qilaverasizlar, sizning ham texnikangizni reklama qilib beramiz. Quyida ko'rib kelayotgan texnikamiz 23-yilda ishlab chiqarilgan, ochilmagan hech qayeri, manzil Jizzax, Arnasoyda 94 643 50 45 telefon raqamlariga bog'lansangiz, egasining nomeri barcha ma'lumotlarni beradi va albatta biz davom etamiz. Milon Belarus degan texnikamiz ham bor bizda qadrdonlarim. 94 643 50 45 telefon raqamlariga bog'lansangiz, buni ham batafsil ma'lumotlarni beradi, narxi, yili, holati. Ama imkon qadar olib Telegram kanalimizga chiqazib qo'yishga harakat qilaman. Jizzaxda ekan bu ham. Ha do'stlar, bizda Telegram kanal mavjud va albatta buni o'zingiz ham bilasiz. Telegram kanalimiz manzillarini kommentariyada qoldiraman, yashil havola o'tib olib obuna bo'lib qo'ysangiz, mana bunaqa pulliklardan, ko'rib kelayotgan texnikalardan, qanaqa texnika bo'lsa, Arion 630 texnikalardan tortib MTZ T40lar hammasi bizning Telegram kanalimizda. Telegram kanal manzil havolasini shunchaki kommentariyaga yashil havola qoldiraman. Yuqorida aytgandek, ustiga bosib obuna bo'lib, kuzatib reaksiyalarni bosib borsangiz bo'ladi. Quyidagi pulligimiz sotuv holatida ko'rishingiz mumkin. Holat zo'r. 95 036 1036 telefon raqamlariga bog'lansangiz, egasining nomeri 24/7 xizmatingizda albatta javob beradi. Batafsil ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Va albatta ko'pchilik kommentariyada yozgan, "Uka, shu qimmat texnikalardan ko'rsatyapsan, arzonroq, sifati zo'r, motorlari, ходовойлari, xullas motorlari, korobkalari zo'r." Endi ходовой dorman. Uzr do'stlar. Motor korobka asosan bunaqa texnikalar menimcha. Motor korobka, zadniy motorlar zo'r texnikalardan bo'lsin deganlarga mana atiga 28 million 95 322 97 37 telefon raqamlariga bog'lanib, borib ko'rib olaverasizlar. Kelishtirib beradi akamiz. Bundan yili so'ralmaydi shekilli, ko'rinishdan bilib turibsiz. Xullas, hamma tushundi degan umiddaman. Bizning kanalimizni kuzatishda davom eting. 20-yilda ishlab chiqarilgan 225 million so'm bu texnikamiz radnoy, hech qayerda ochilmagan, bitta apart almashgan, xolos, ochilgan, vom ishlamagan Samarqandda. Telefon raqam 93 348 44 28 88 348 44 28 telefon raqamlariga bog'lanaverasizlar. Albatta egasining nomeri 2542 motosoat ishlagan, xolos menimcha aloqaga chiqaverasizlar. MTZ so'raganlarga 821 Belarus MTZ. Xullas do'stlar, ushbu traktor haqida ma'lumot berishdan oldin bir dona like bosib qo'ying. MTZ 82 1 texnikalarning hammasidan bor akamizda ma'lumot berib o'taman. Diqqat bilan eshitamiz. MTZ 82 1 sotiladi. Samarqandda, Pastarg'omda, Charxing, narxi 270 million so'm, savdosi bor. Bir qo'l minilgan. Expert variant, Euro apparat, vom ishlamagan, puluk to'kilmagan. Xullas faqat tilichka yurgan, xolos 2021-yil 281 motor chassi ekan. Xullas tel qilganga kelishtirib beriladi degan akamiz. Ma'lumotlarni olib men Telegram kanalining oxirgi postlariga imkon qadar joylab qo'yaman. O'tib olib kuzatib boraverasizlar. 93 348 44 28 telefon raqamlari va yana bitta qoldirib ketamiz e'tiboringizga. 88 348 44 28 telefon raqamlariga bog'lanaverasizlar. 24 xizmatingizda albatta akamiz javob beradi. Ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Ha do'stlar, yana yuqorida aytgandek aytib o'tib ketaman. Bizda Telegram kanali mavjud. Telegram kanali nimaga kerak deb ko'pchilik negativ yozish mumkin. Telegram kanalimizga kerakligi sababli qadrdonlarim, biz YouTube kanalimizga bir kunga bitta post joylasak, Telegram kanalimizga yuzlab post joylab boramiz. Aynan siz qidirayotgan texnika bizning Telegram kanalimizdan topilishiga ishonaman. Sababi do'stlar, Telegram kanalimizga kunlik 20, 30, 40, 50, 100 talab post joylab boraveramiz. YouTube kanaliga endi atiga bitta post joylaymiz xolos. Xullas do'stlar, hamma tushundi degan umiddaman. Yuqorida aytgandek Telegram kanal manzili doimgidek kommentariyada shunchaki osongina qilib yashil havola qoldirib qo'yaman. Ustiga bosib, o'tib olib kuzatib boraverasizlar. Ha do'stlar, Telegram kanalimizda biz ham 300 ta bo'lishga ozgina qoldik. 300 ta bo'lib qo'ysanglar, davom etaveramiz. TT40 motor korobka, zadniy mos ochilmagan New Holland TT40. Xullas, srochniy sotiladi va Samarqand Pastarg'omda Charxing $12,000 18-yil
93 348 44 28 va 88 348 44 28 telefon raqamlariga bog'lanasizlar. Batafsil ma'lumotlar bilan beradi. Narx atiga $12,000. Albatta quyidagi traktor haqida ham ma'lumot berib o'taman qadrdonlarim. Ko'rinishiga qarab baho bermaymiz. Holat idealni yurib turgan texnika, xullas motorlari zo'r. Nima deydi? To'xtab qolmagan, holatiga qaraganda ko'pchilik aytishi mumkin to'xtab qolgan texnikaga o'xshaydi deb do'stlar. To'xtab qolmagan texnika, yurib turgan texnika. Telefon raqam qoldirib ketamiz. Manzilimiz Jizzaxda 97 300 841 17 20 telefon raqamlariga aloqaga chiqsanglar, akamiz batafsil ma'lumotlarni beradi. Albatta egasidan olaverasizlar. Xo'p do'stlar, biz davom etamiz. Belarus 1025 ga 2, Prispat Barchik va albatta 82.1 traktor 82 ni o'zi, xullas MTZ, TQR qanaqa texnika kerak bo'lsa, hozir e'tiboringizga bitta nomer qoldirib ketaman. 95 543 94 94 telefon raqamiga aloqaga chiqsanglar, akamizda hamma texnikadan bor ekan. E'tiboringizga ko'rsatib o'tayman. Mana holatini ko'rishingiz mumkin. Sariq nomerlarigacha bor. Dokumentlari ham bor. Motor korobkasi udarniy texnikalardan topib beradi. 100% ga 100% yangi holatda borib, ko'rib, o'zingiz tekshirib olaverasizlar. Manzillarigacha beradi. 95 543 94 94 telefon raqamiga aloqaga chiqing. Mana bunaqa texnikalardan ham bor. Orqasi, xullas, oldi pakurchik, orqasi nima deydi? Ekskavator deydimi? Xullas, aloqaga chiqsanglar, narxi bilan, yillari bilan kelishtirgan holda beradi. Qanaqa texnika izlayotgan bo'lsangiz, shu nomerga aloqaga chiqib so'rasanglar topib beradi shunaqa texnikalardan. Xullas, hammasi tushundi degan umiddaman, qadrdonlarim. Bizda hozirda lazerli apparat ham bor, lazerli yer tekislagich ekan. Xullas, sotuv holatida atiga $10,000 ekan. Murojaat uchun telefon raqamlari 99 kod bilan 328 31 25 telefon raqamlariga bog'lansanglar, ma'lumotlarni beradi. Borib, ko'rib, tekshirib olaverasizlar. Holati yaxshi holatda degan egasi. Albatta, men ma'lumotlarni olib Telegram kanalimizning oxirgi postlariga joylab qo'yaman. Imkon qadar Telegram kanalimizga o'tib olib obuna bo'lib qo'ysangiz, kuzatib borsangiz ajabmas. Albatta qadrdonlarim, quyidagi texnika ham sotuv holatida, motor korobka zo'r, zatim mosori zo'r yurib turgan texnika. Xullas, dokumentlari joyida, hammasi qilib beriladi. Balonlar 70-80% yaxshi holatda. Qiziqqanlarga telefon raqamlarini qoldirib ketamiz. 93 489 87 90. Narxini akamiz telefonda aytaman degan. Men Telegramdan imkon qadar ma'lumotlarni ko'proq olib sizlar uchun Telegram kanalimizning oxirgi postlariga joylab qo'yaman. Albatta kuzatib borsanglar ajabmas, reaksiyalarni bang'irlatib. Xullas, Xorazmda yana bitta texnikani ko'rsatib o'tib ketaman. Narxi 55 million so'm kelishtirilgan holda beriladi. Hamma joyi soz holatda. Qiziqqanlarga 93 832 62 62 telefon raqamlarini qoldirib ketaman. Qadri baland qadrdonlarim, bizning videomiz ham oxirlab qoldi. Videomiz so'ngida nima ham deymiz? Iltimos qilamiz, agarda kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Albatta videolarimizni oxirigacha ko'rib boring, o'z reaksiyangizni qoldirib, shunchaki kommentariyada omad so'zini yozib keting. Hammaga omad, kelgusida ko'rishguncha o'z fikringizni izohlarda qoldirib keting.